Bugun men sizga juda muhim mavzuni tushuntirib bermoqchiman. Pensiyalar to'xtaydimi? Ijtimoiy to'lovlar bekor qilinadimi? Xalqaro valyuta jamg'armasi, ya'ni XVF haqiqatan ham davlatlarni qisqartirishni talab qilyaptimi? Bu savollar hozir ko'pchilikni xavotirga solyapti. Ayniqsa pensionerlar, nogironligi bo'lgan fuqarolar, o'quvchisini yo'qotgan oilalar, kam ta'minlanganlar va bolali oilalar uchun bu masala oddiy yangilik emas, balki kunlik non, dori-darmon, kommunal to'lov va yashash masalasi. Men bu videoda vahima tarqatmayman. Men sizga masalani ekspert sifatida oddiy tilda, hujjatlar, mantiqiy, iqtisodiy sabablar va hayotiy misollar bilan tushuntiraman. Chunki ko'p hollarda internetda pensiya to'xtaydi. Hamma nafaqa bekor bo'ladi. XVF talab qildi, endi pul berilmaydi degan sarlavhalar chiqadi, lekin ichiga kirib qarasangiz, gap butunlay boshqa narsada bo'ladi. Shuning uchun hozir videoni oxirigacha ko'ring. Bu ma'lumot sizning o'zingizga, ota-onangizga, qo'shningizga yoki qarindoshingizga kerak bo'lishi mumkin. Kanalga hoziroq obuna bo'ling. Videoga like bosing. Chunki men shu yerda oddiy odam tushunadigan qilib, eng og'ir iqtisodiy mavzularni ham aniq tushuntirib beraman. Avvalo bir narsani aniq ajratib olaylik. Pensiya, nafaqa, kompensatsiya, subsidiyalar va boshqa ijtimoiy to'lovlar bitta narsa emas. Ko'pchilik ularning hammasini pensiya deb ataydi. Aslida pensiya deganda asosan mehnat staji, sug'urta badallari, yoshga doir pensiya. Nogironlik pensiyasi yoki boquvchisini yo'qotganlik pensiyasi tushuniladi. Nafaqa esa ayrim hollarda ish staji yetarli bo'lmaganlarga, bolali oilalarga, kam ta'minlanganlarga, nogironligi bo'lgan shaxslarga yoki boshqa toifalarga beriladigan davlat yordami bo'lishi mumkin. Avvalgi yillarda ko'plab ijtimoiy to'lovlar nisbatan kengroq tartibda berilgan. Masalan, bir oilaning rasmiy daromadi past ko'rsatilsa, u oilaga bolalar nafaqasi yoki moddiy yordam tayinlangan. Ayrim hollarda haqiqiy daromadni aniqlash qiyin bo'lgan. Kimdir norasmiy ishlagan, kimdir chet eldan pul olgan, kimdir uyda chorva yoki kichik biznes bilan shug'ullangan. Lekin hujjatda daromad ko'rinmagan. Natijada ba'zan yordam haqiqatdan ham muhtoj oilaga yetgan, ba'zan esa unchalik muhtoj bo'lmagan oilaga ham berilgan. Hozir esa davlatlar, jumladan O'zbekiston ham ijtimoiy to'lovlarni maqsadli qilishga harakat qilmoqda. Bu degani hamma to'lov bekor bo'ladi degani emas. Bu degani yordam aynan muhtoj odamga yetib borsin. Budjet puli samarasiz sarflanmasin. Bir vaqtning o'zida boyroq qatlam ham, haqiqiy kambag'al oila ham bir xil yordam olmasin. XVF kabi xalqaro tashkilotlar odatda shuni tavsiya qiladi. Davlat xarajatlarini tartibga solish, budjet taqchilligini kamaytirish, subsidiyalarni ko'r-ko'rona emas, maqsadli qilish, ijtimoiy himoyani esa haqiqatan ham muhtoj qatlamga yo'naltirish. Mana shu joyda eng katta tushunmovchilik paydo bo'ladi. To'lovlarni bekor qilish degan gap ko'pincha hamma pensiyalarni to'xtatish degani emas. Ko'pincha gap samarasiz imtiyozlar, umumiy subsidiyalar yoki muhtojlik mezoniga mos kelmaydigan to'lovlar haqida ketadi. Masalan, elektr, gaz yoki yoqilg'i narxini hamma uchun sun'iy past ushlab turish bilan haqiqiy kam ta'minlangan oilaga pul ko'rinishida yordam berish o'rtasida katta farq bor. Birinchi holatda badavlat odam ham arzon resursdan foydalanadi. Kambag'al odam ham. Ikkinchi holatda esa yordam manzili bo'ladi. Asosiy qism 1. Nimalarni bilish kerak? Kim xavotir olishi kerak? Kim vahima qilmasligi kerak? Eng muhim savol. Pensiyalar to'xtaydimi? Men buni aniq aytaman. Qonuniy tayinlangan yoshga doir pensiya oddiy qaror bilan birdaniga to'xtatib qo'yilmaydi. Pensiya tizimi qonunlar, pensiya jamg'armasi, mehnat staji, ish haqi va boshqa hisob-kitoblarga bog'langan. Agar odam belgilangan yoshga yetgan, kerakli stajni tasdiqlagan, pensiyasi tayinlangan bo'lsa, XVF talab qildi degan gap bilan uning pensiyasini ertaga bekor qilib bo'lmaydi. Bunday o'zgarish uchun qonuniy asos, rasmiy qaror va tartib bo'lishi kerak. Lekin ayrim to'lovlar qayta tekshiruvdan o'tishi mumkin. Masalan, kam ta'minlangan oilalarga beriladigan moddiy yordam, bolalar nafaqasi, ayrim kompensatsiyalar yoki subsidiyalar oilaning daromadiga, mulkiga, bandligiga, elektron bazalardagi ma'lumotlarga qarab qayta baholanadi. Agar oilaning real daromadi oshgan bo'lsa, agar oila muhtojlik mezonidan chiqib ketgan bo'lsa, bunday yordam to'xtatilishi mumkin. Bu pensiya to'xtashi emas. Bu ijtimoiy yordamning qayta ko'rib chiqilishi. Hayotiy misol keltiraman. Tasavvur qiling, bir mahallada 2 oila bor. Birinchi oilada ona yolg'iz 2 nafar farzandi bor, rasmiy daromadi yo'q, ijara uyda yashaydi, bola maktabga boradi. Kommunal to'lovlar og'irlik qiladi. Ikkinchi oilada esa chet elda ishlaydi.
va har oy $600 yuboradi. Uy o'zlariniki qo'shimcha ravishda kichik do'konlari bor, lekin rasmiy hujjatlari daromad past ko'rinadi. Agar davlat ikkalasiga ham bir xil moddiy yordam bersa, birinchi oilaga nisbatan adolatsizlik bo'ladi. Maqsadli ijtimoiy himoya degani shuki, birinchi oila albatta qo'llab-quvvatlanadi, ikkinchi oila esa daromadi yetarli bo'lsa, ro'yxatdan chiqarilishi mumkin. Yana bir misol. Pensioner ota 22 yoshda 38 yil ishlagan, pensiyasi 1.500.000 so'm bo'lsin. U har oy shu pensiyaga doğru oladi, oziq-ovqat oladi, kommunal to'lov oladi. Bunday odamning pensiyasi uning ishlagan yillari asosida tayinlangan. Bu ijtimoiy yordam emas, uning mehnati bilan bog'liq huquqi. Shuning uchun bunday pensioner ertadan pensiyamni bekor qilishar ekan deb vahimaga tushmasligi kerak. Ammo agar shu pensioner qo'shimcha tarzda biror kompensatsiya yoki kam ta'minlanganlik bo'yicha yordam olayotgan bo'lsa, u qismi oilaviy daromad va mezonlarga qarab ko'rib chiqilishi mumkin. Nogironligi bo'lgan fuqarolar bo'yicha ham farq bor. Agar nogironlik pensiyasi yoki nafaqasi tibbiy mehnat ekspertiza komissiyasi xulosasi qonuniy maqom va belgilangan tartib asosida tayinlangan bo'lsa, u ham o'z-o'zidan bekor bo'lib ketmaydi. Lekin nogironlik guruhi muddati tugasa, qayta ko'rikdan o'tish kerak bo'lsa, hujjatlar yangilanmasa yoki ma'lumotlar bazasida xato bo'lsa, to'lov vaqtincha to'xtab qolishi mumkin. Buni siyosiy qaror bilan adashtirmaslik kerak. Ba'zan odamlar nafaqamni bekor qilishdi deydi. Tekshirib ko'rsangiz, aslida hujjat muddati o'tgan, karta bloklangan, bank rekviziti yangilanmagan yoki yashash joyi bo'yicha ma'lumot bazaga tushmagan bo'ladi. Kimlar ko'proq e'tiborli bo'lishi kerak? Birinchidan, kam ta'minlanganlik bo'yicha yordam olayotgan oilalar. Ikkinchidan, bolalar nafaqasi olayotgan oilalar. Uchinchidan, doimiy daromadi rasmiy va norasmiy aralash bo'lgan oilalar. To'rtinchidan, chet eldan muntazam pul o'tkazmalari oladiganlar. Beshinchidan, nomida avtomobil, uy-joy, yer. Tadbirkorlik obyekti yoki boshqa mulk bor, lekin o'zini kam ta'minlangan sifatida ko'rsatganlar. Chunki elektron bazalar rivojlangan sari davlat turli ma'lumotlarni solishtirishni kuchaytiradi. Kimlar unchalik xavotir olmasligi kerak? Yoshga doir qonuniy pensiya olayotganlar, mehnat staji asosida pensiyasi tayinlanganlar, boquvchisini yo'qotganlik pensiyasi qonuniy rasmiylashtirilganlar, nogironlik bo'yicha barcha hujjatlar joyida bo'lganlar. Lekin bu umuman hech narsa tekshirilmaydi degani emas. Hamma uchun eng muhim qoida hujjatlar joyida bo'lsin, pasport ma'lumotlari, bank kartasi, yashash manzili, oilaviy tarkib, tibbiy xulosalar va boshqa ma'lumotlar yangilangan bo'lsin. Endi eng muhim nuqtalarga o'tamiz. XBF talabi degan iborani ko'pchilik noto'g'ri tushunadi. XBF bir davlatga kelib, falon pensionerga pul bermang, falon oilani ro'yxatdan chiqaring demaydi. XBF odatda makroiqtisodiy tavsiyalar beradi. Budjet barqarorligini saqlang, qarz yukini oshirib yubormang, energetika subsidiyalarini bosqichma-bosqich kamaytiring, ijtimoiy yordamni manzilli qiling, korrupsiya va samarasiz xarajatlarni qisqartiring. Bu tavsiyalarni qanday amalga oshirish esa har bir davlatning ichki siyosati, qonunchiligi va ijtimoiy holatiga bog'liq. Masalan, gaz yoki elektr narxi bo'yicha subsidiyani olaylik. Agar davlat gazni hamma uchun arzon ushlab tursa, katta uyi bor, ko'p gaz ishlatadigan badavlat xonadon ham ko'p foyda ko'radi. Kichik uyda yashaydigan kam ta'minlangan oila esa kamroq iste'mol qiladi va subsidiyadan kamroq foydalanadi. Shu sabab xalqaro tashkilotlar ko'pincha shuni aytadi: umumiy subsidiyani kamaytiring. Lekin muhtoj oilaga to'g'ridan-to'g'ri pul yoki kompensatsiya bering. Bu jarayon noto'g'ri tushuntirilsa, odamlar hamma to'lov bekor bo'lar ekan deb o'ylaydi. Aslida maqsad boshqa. Yordamni boyga emas, kambag'alga berish. Yana bir nozik jihat. To'lovlar to'xtashi bilan to'lovlar qayta rasmiylashtirilishi o'rtasida farq bor. Masalan, bir oilaga bolalar nafaqasi 12 oyga tayinlangan bo'lishi mumkin. Muddat tugagach, oila yana ariza beradi. Daromadi tekshiriladi, oilaviy tarkibi ko'riladi. Agar shartlar mos kelsa, yana tayinlanadi. Agar mos kelmasa, berilmaydi. Odamlar esa oldin berardi, endi bekor qilishdi deydi. Aslida muddatli yordam muddati tugagan va yangi baholashdan o'tmagan bo'ladi. Yana bir xavf, norasmiy daromad. Ko'p odam men rasmiy ishlamayman, demak daromadim yo'q deb o'ylaydi. Lekin davlat bazalari faqat ish haqi bilan cheklanmaydi. Bank kartasiga tushumlar, soliq organlaridagi ma'lumotlar, tadbirkorlik ro'yxati, mol-mulk, transport, chet eldan pul o'tkazmalari, hatto ayrim hollarda oilaviy tarkib va mulkiy holat hisobga olinishi mumkin. Agar odam hujjatda daromadim yo'q desa-yu,
lekin har oy kartasiga katta mablag' tushsa, bu savol tug'diradi. Bu yerda men hech kimni qo'rqitmoqchi emasman, faqat real holatni aytyapman. Ijtimoiy yordam olayotgan odam ma'lumotlarini to'g'ri ko'rsatish kerak. Ayrim pensionerlar ham bir muammoga duch keladi. Bank kartasi muddati tugaydi yoki karta bloklanadi, keyin pul kelmagandek ko'rinadi. Aslida pensiya jamg'armasi pulni yuborgan bo'lishi mumkin, lekin bankda texnik muammo bo'ladi. Yoki pensioner boshqa viloyatga ko'chgan, lekin ro'yxatini yangilamagan. Yoki ishonchnoma orqali pensiya oladigan odamning ishonchnomasi muddati tugagan. Mana shunday oddiy hujjat muammolari ham pensiyalar to'xtadi degan mish-mishlarga sabab bo'ladi. Bo'g'uvchisini yo'qotganlik to'lovlarida ham nozik jihatlar bor. Masalan, bola 12 yoshga to'ladi. Agar u kunduzgi ta'limda o'qiyotgan bo'lsa, ma'lum tartibda to'lov davom etishi mumkin. Lekin buning uchun o'qish joyidan ma'lumotnoma talab qilinadi. Agar ma'lumotnoma vaqtida topshirilmasa, to'lov to'xtashi mumkin. Bu ham davlat bekor qildi degani emas, bu hujjat tasdiqlanmagani degani. Shu sabab talabalar, yetim bolalar yoki bo'g'uvchisini yo'qotgan oilalar har o'quv yili hujjatlarni yangilash masalasiga juda e'tiborli bo'lishi kerak. Nogironlik bo'yicha yana bir misol. Fuqaroga nogironlik guruhi bir yilga berilgan bo'lishi mumkin. U bir yil davomida nafaqa yoki pensiya oladi. Keyin qayta ko'rik muddati keladi. Agar u borib qayta ko'rikdan o'tmasa, tizimda uning maqomi tasdiqlanmagan bo'lib qoladi va to'lov to'xtashi mumkin. Odam esa nafaqamni olib qo'yishdi deydi. Aslida muammo muddat va tibbiy xulosa bilan bog'liq. Shuning uchun kimda muddati cheklangan nogironlik guruhi bo'lsa, kalendarga belgilab qo'yish kerak. Qachon ko'rikdan o'tadi, qaysi hujjat kerak, qaysi shifokor xulosasi talab qilinadi. Yana bir muhim masala oilaviy tarkib. Ba'zi oilalarda farzand alohida yashaydi, lekin ro'yxatda ota-onasi bilan turadi. Yoki kelin-kuyov birga yashamaydi, lekin hujjatda bir xonadonda ko'rsatilgan. Ijtimoiy yordam tayinlashda oilaviy tarkib noto'g'ri bo'lsa, daromad ham noto'g'ri hisoblanishi mumkin. Masalan, bir xonadonda ro'yxatda 6 kishi, lekin amalda 3 kishi yashaydi. Yoki aksincha amalda 7 kishi yashaydi, ro'yxatda 4 kishi. Bunday holatlar yordam miqdoriga ham, yordam olish huquqiga ham ta'sir qiladi. Endi eng kerakli qismga o'tamiz. Agar siz pensioner bo'lsangiz yoki oilangizda pensioner bo'lsa, birinchi navbatda hujjatlarni tekshiring. Pasport yoki ID karta amal qiladimi? Bank kartasi muddati tugamaganmi? Telefon raqam bankka to'g'ri ulanganmi? Yashash manzili bo'yicha ma'lumotlar yangimi? Pensiya hujjatlarida ism, familiya xatolari yo'qmi? Shularni ko'rib chiqing. Oddiy bitta harf xatosi ham ba'zan tizimda muammo tug'diradi. Agar pensiya yoki nafaqa vaqtida tushmasa, darhol vahima qilmang. Avval bank kartangizni tekshiring. Bank ilovasida kirim bo'lganmi, karta folmi, bloklanmaganmi, muddati tugamaganmi, shuni ko'ring. Keyin mahallangizdagi mas'ul xodimga, tuman pensiya jamg'armasi bo'limiga yoki ijtimoiy himoya organlariga murojaat qiling. Murojaat qilganda og'zaki gap bilan cheklanib qolmang. Ariza yozing. Arizangiz qabul qilinganini tasdiqlovchi raqam yoki belgi oling. Bu keyin muammoni kuzatish uchun kerak bo'ladi. Agar siz kam ta'minlanganlik bo'yicha yordam, bolalar nafaqasi yoki moddiy yordam olmoqchi bo'lsangiz, hujjatlaringizni oldindan tayyorlang. Oila a'zolarining pasport yoki ID kartalari, bolalarning tug'ilganlik guvohnomalari, nikoh yoki ajrim haqidagi hujjatlar, yashash manzili, daromad haqidagi ma'lumotlar. Agar ishsiz bo'lsangiz, bandlik organlarining holatingiz, agar nogironlik bo'lsa, tibbiy xulosa. Agar ijarada yashasangiz, ijara bo'yicha ma'lumotlar kerak bo'lishi mumkin. Hamma hujjatni tartibli qilib, nusxalarini saqlab qo'ying. Ariza yozayotganda shunchaki menga yordam bering deb yozmang. Aniq yozing. Oilada nechta odam yashaydi? Nechta bola bor? Daromad manbalari qanday xarajatlar bor? Nima sababdan yordamga muhtojsiz? Masalan, oilamizda 5 kishi bor. 2 nafar voyaga yetmagan farzandim bor. Turmush o'rtog'im vaqtincha ishsiz. Ijara uyda yashaymiz. Oylik ijara 1 million so'm. Kommunal to'lovlar o'rtacha 300 ming so'm. Farzandim davolanishi uchun muntazam dori kerak degan mazmunda aniq yozish maqsadga muvofiq. Aniq faktlar bo'lsa, murojaatni ko'rib chiqish osonlashadi. Agar sizga rad javobi berilsa, rad etish sababini so'rang. Tizim chiqarmadi degan umumiy javob bilan cheklanib qolmang. Nima sababdan chiqarmadi? Daromad yuqori deb topildimi? Oilaviy tarkib noto'g'rimi? Nomda avtomobil bormi? Hujjat yetishmayaptimi? Qaysi mezon bo'yicha rad etildi? Shuni bilmasangiz, xatoni tuzata olmaysiz. Rasmiy javob talab qiling. Keyin kerak bo'lsa qayta ariza bering yoki yuqori turuvchi organga murojaat qiling.
Agar nomingizda eski avtomobil, ishlatilmayotgan tadbirkorlik subyekti yoki amalda sizga tegishli bo'lmagan mulk bo'lsa, buni ham tekshiring. Ba'zan odamlar yillar oldin mashinasini ishonchnoma bilan sotgan bo'ladi. Lekin mashina hali ham uning nomida turadi. Keyin ijtimoiy yordam so'raganda tizim nomida avtomobil bor deb ko'rsatadi. Yoki yakka tartibdagi tadbirkorlik faoliyati to'xtatilgan, lekin ro'yxat to'liq yopilmagan bo'ladi. Shuning uchun mol-mulk va soliq ma'lumotlarini ham tartibga keltirish kerak. Chet eldan pul oladigan oilalar ham ehtiyot bo'lishi kerak. Agar farzandingiz Rossiya, Koreya, Turkiya yoki boshqa davlatdan har oy pul yuborsa, bu oilaviy daromad sifatida hisobga olinishi mumkin. Agar pul doimiy va katta miqdorda bo'lsa, davlat bu oila ayni paytda eng muhtoj toifaga kirmaydi deb baholashi mumkin. Lekin agar pul vaqti bilan davolanish yoki qarz uchun yuborilgan bo'lsa, vaziyatni tushuntirish mumkin. Muhimi ma'lumotni yashirmaslik va zarur bo'lsa izoh berish. Pensionerlar uchun alohida maslahat. Pensiya miqdorini va hisob kitobini tekshirtirishdan qo'rqmang. Ba'zan odamning ish staji to'liq kiritilmagan bo'lishi, arxiv hujjatlari topilmagani uchun pensiya kamroq chiqqan bo'lishi mumkin. Agar sizda eski mehnat daftarchasi, ish joyidan ma'lumotnoma, arxiv hujjatlari, ish haqida ma'lumotlar bo'lsa, ularni to'plang. Pensiya jamg'armasiga borib qayta hisoblash imkoniyati bormi? Staj to'liq olinganmi? Ish haqi ko'rsatkichlari to'g'ri kiritilganmi? So'rang. Bu to'lov to'xtashi masalasidan alohida. Lekin ko'p odamlar o'z haqqini to'liq olmayotgan bo'lishi mumkin. Agar sizda muammo hal bo'lmasa, murojaat zanjirini biling. Birinchi bosqich mahalla va hududiy ijtimoiy himoya xodimlari. Ikkinchi bosqich tuman yoki shahar pensiya jamg'armasi bo'limi yoki ijtimoiy himoya organi. Uchinchi bosqich viloyat darajasidagi tashkilot. To'rtinchi bosqich rasmiy onlayn murojaat portallari yoki tegishli vazirlikning ishonch telefonlari. Har bir murojaatda sana, ariza raqami, kim qabul qilgani, qanday javob berilgani yozib boring. Bu oddiy daftar bo'lsa ham mayli, lekin dalil bo'ladi. Eng muhim tavsiya, internetdagi qo'rqinchli sarlavhalarga darhol ishonmang. Ertadan hamma pensiya bekor, XPF to'lovlarini to'xtatdi, nafaqalar tugadi kabi gaplarni ko'rsangiz, avval rasmiy manbani tekshiring. Qaysi qonun, qaysi qaror, qaysi sana, qaysi toifa, to'lovning nomi nima? Pensiyami, nafaqami? Subsidiyami, kompensatsiyami? Mana shu savollarni bermasangiz, sizni manipulyatsiya qilish oson bo'ladi. Demak, asosiy xulosa shuki, qonuniy tayinlangan pensiyalar XVF talab qildi degan gap bilan birdaniga to'xtab qolmaydi. Ammo ijtimoiy yordamlar, nafaqalar, subsidiyalar va kompensatsiyalar maqsadliroq bo'lishi, qayta tekshirilishi, muhtojlik mezonlariga qarab ayrim oilalarga berilmasligi mumkin. Bu jarayon to'g'ri tushunish kerak. Maqsad hammani pulsiz qoldirish emas, yordamni haqiqatan ham ehtiyojmandlarga yetkazish. Sizning vazifangiz vahima qilish emas, hujjatlarni tartibga keltirish, o'z toifangizni aniq bilish. Rasmiy ma'lumotlarni tekshirish va muammo bo'lsa yozma murojaat qilish. Agar pensiya yoki nafaqa tushmay qolsa, avval bank, keyin hujjat, keyin mas'ul organlar orqali sababni aniqlang. Agar rad javobi bo'lsa, sababini yozma oling va xatoni tuzatishga harakat qiling. Endi sizdan so'rayman, sizning hududingizda pensiya, nafaqa yoki ijtimoiy yordam bo'yicha qanday muammolar bor? To'lov kechikyaptimi? Rad javobi berishyaptimi? Hujjat talab qilishyaptimi? Izohlarda yozing. Men keyingi videolarda eng ko'p uchayotgan savollarga alohida javob beraman. Videoga like bosing, kanalga obuna bo'ling va bu videoni ota-onangiz, qarindoshlaringiz, qo'shnilaringizga yuboring. Chunki bu mavzuda bitta to'g'ri ma'lumot ko'p odamni ortiqcha vahima va xatodan saqlab qolishi mumkin.